Akalar rossiyskiy semental ishbozlariga rossiyskiy sementallardan xohlasa bugungi ko'rsatib beramiz. 26-avgust 2026-yil Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixondan o'zimiz mahalladan yaqin akamizdan Xudo xohlasa mollarga to'plab qo'ygan ekan. Obunachilar uchun internetga chiqaramadim. Niyat qilib qo'ygan ekan. Xudo xohlasa sifatli mollar bor ekan. Keldik mana sizlarga ko'rsatib, Xudo xohlasa obzorlarni qilib beramiz. Assalomu alaykum. A'lo Chorva YouTube kanali hurmatli obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorvador aka-ukalarimiz. Xudo xohlasa ikkita bo'g'ozimiz, bo'g'ozlarni akamizli bu narsasiga javob beradi. Yeb-ichish sog'lig'iga, to'rt yog'i, hamma yo'g'iga xullas javob beradi. Bu yoqda bitta yangi tuqqan sigirimiz bor. Xudo xohlasa buni ham qiziqqanlarga aytib o'tib ketamiz. Xohlasa mashina yuklaydigan qilib 2-3 kun vaqtib sizlarga chiroyli qilib yetkazib beradi. Yangi tug'ibdi. Oldi sutalari o'ta dahshat ekan. Novvosmi onajim? Novvos. Novvos tug'ib beribdi mana. Polvongina qop-qora novvos. Jonivor ola qorasiga so'raganlarga tagi dahshatidan qiziqqanlarga buni ham sotaveramiz. Xudo xohlasa 2-3 kun vaqtib Soat bo'ldi tug'ilganiga. soat bo'ldi. Bo'lmasa aka. Mana rossiyskiy qarang. Unga rossiyskiy yuvarligini qarang. Mana ma'lumotlarni beraverasiz aka. Xudo xolasa yeb-ichiga, sog'lomligiga behijolat. Borganda yurib, yedirib, ishtirib sinab olaveradi. Ko'rib olaveradi aka-ukalar. Doktorlar bilan kutib olaverasizlar. Ha, mana hamma yo'q. agar bilan bo'lsa, qo'limni qilsa tegadi bolasi. Ikkosiniki ham. Ha. Mana chipi ham Rossiyaniki. Mana shundan boshlaymiz. Farqi yo'q. Bundan siz bundan narigidan, siz bundan narigidan boshlab yuraverasiz. Bo'ylarni aytib bersam, nechi bo'y? 1.25. 1.25 ga o'lchaverasizlar. Plus. Birinchiga xunajin. Birinchisiga xunajin hali tug'magan. Kurangni ochib bering-da, Sarvar bey. Ishga. Mana, mana. 2 kilo bilan to'rtinchi chiqyapti. To'rtinchini endi chiqaribdi. Yecha bir yetalab chirg'alarigacha. Ha, chiplar ham turibdi. Nari Rossiyaniki. Rossiyskiy dokumentlari bilan o'tgan ekan, kelgan ekanda. Ashaqadan kelgan, ashaqada qochib kelgan bu. Xohlasa zotga ishlayman, sutga ishlayman deganlarga tavsiya qilaveramiz. Jonivor sifatli zo'rmo. Yetalab beraman. Mana bitta yetalab bering-da, Sarvar bey. Oyoq qo'l deganlarga mana yetalab ko'rsatib beraveramiz. Orqa ketlari karoka, kvadrat, tachkasidan so'raganlarga mana toza akalar. Buni yoniga bitta bola tushib qolsa, bolasi ham 20 million atrofida bo'ladi. Xunajim novvos bilan, novvos esa 25 atrof. Oldi oyoq qo'llari e'tiborsiz. Liniyasi. Eti ham yaxshi ekan, yeb-ichi behijolat. Silyos ko'kot yeydi. Narxiga nechi pulga? Narxi buniki 31 million kami bor. 31 million kami bor. Necha oylik? 6 oyga olaversin. 6 oyga olachilar qo'ylaydi. 8 oy. 6 oy tepasi 6 oyga olaversin. Doktorga tekshirib olaveradi. Doktor bilan uyda eshikda shu yarim soat qolganda yoki 15 minut qolganda doktor chaqirib eshitib turasiz. Shuni tekshirib olaveradi. O'g'lon akamiz hamma yo'g'iga javob beradi. Yeb-ichiga hamma yo'g'iga behijolat. Dastavkasini qayergacha qilib beradi? Vodiy bo'ylab dastavkasi qilib beraman. Vodiy bo'ylab. Qashqadaryo, Surxondaryoga vodiyni dastavkasini o'tib beraman. Kelishilgan holatda yetkazib beraverasiz. Yetkazib beraman. Eshikdan chiqarib kelgan bizni kanalga birinchi marta chiqaryapti. Men alovizga, mana alovizdan chiqdim desa, yana yo'lda qilib beraman. Xohlasa, kami go'stini qilib berib, chiroyli qilib jo'natib beradi. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holat. Yaxshi siz yemisiz? Misollar. Ikkinchi molimiz mana bo'ydor, suvay buzuq katta mol ekan. Bu ham rossiyskiy shekilli. Shaqi yo'q, to'qoldan bu. To'qoldan aytdi. Sirg'alari bor ekan. Rossiyadan kelgan. Bo'ylarni o'lchab beraymi? Bo'ylarni o'lchab nechinchisiga hozir? Ikkinchisiga bu. Ikkinchisiga bo'g'oz bu. Kejama. Necha oylik bo'ldi? 7 oyga bor qo'ygan bu. 7 oy. Buni 37 chiqyapti. Yo'q, 37. Sutdan chiqaryapman buni.
Biri 37 chiqyapti. Biri 35 ga olsin. 1.35 o'lchovi. Biri 35 plus. Dunyasi bor, tekis. Shurangni ochib bering inshaalloh. O'ta yuvosh, qalt aytmaydi. 15 ta 20 ta sut beraveradigan. Beradi og'zi suti bu. Yo'nalishiga ham tushaveradigan molda. Sut yo'nalishiga bular. 6 kilo. Nafatiga 6 kurak. 6 kilo Chiqaribdi. ikkinchisiga. Bostagan ikkinchisiga hali O'n qarang. 10 ta Yuvoshligini qarang. olishadi endi. O'rnidan chapidan kelib shaxsi tepsam olmaydi ekan. Yuvoshligiga ham garantiyasini beraveradi. Bexijolat bor, uyiga borganda shuni ushlab nima qilib yuboraveradi. Deyapti. Buni ham mana oyoq qo'llar yurishtirishlarini ko'rib olsanglar bo'ladi. Akalar qo'pol variantida. Xohlasa sut ishlayman deganlarga Idish qiling. yaxshi ekan. Idish solyapti mana. Tug'ishga solyapti endi bu. 7 oyga beraverasizmi? 6,5 ga olsin. Yo'q. 7 oyga to'lgan yo'q-da. Ertaroq tug'ib bersa duo qilib qo'yaradi. Xudo xohlasa rahmat aytib qo'ysa bo'ldi. Mol gabariti katta, shuay buzuq. Narxi nechi? Narxi 35 million kami bor. 35 million kami bor, kelishadigan joyi bor. Kelsin, xudo xohlasa Alovuzdan chiqdim desin, yana ham kelishib beraman. A'lo choradan. A'lo chorvadan chiqdim desin, yana ham nima qilib beraman. Mana sizga nazar bilan birinchi qo'yishimiz. Molimizga aloqa qilsanglar bo'ladi, 35 million kami bor. Xayrini qilib berasiz, xudo xohlasa. Keyin mana uchinchimiz islohot bo'ldi. Qonga Islohot bo'ldi tug'ilganiga. Mana bola sog'lom, enasi ham sog'lom. Yo'ldoshlari o'zi tushdi. Yuvosh. Bolasi. Xohlasa 3-chiga olsin. Hozir 2-chiga olsin. Molli. Tushini qarang mana. Shoxlardan ham bilsanglar bo'ladi. Qarang, vozlab shu turibdi. Nechtaligini hozircha siz ham bilmaysiz, to'g'rimi? Mana siz ham yeyman sutga. Lekin kami 10 ta beradi, 10 ta kami. 15 tagacha olsanglar bo'ladi. Sut beradi. Lekin ustoz bo'lib buncha saqdim desam, unda yolg'on bo'ladi. Soqqam yo'qman. Lekin bir yarim yarim paqqacha saqvorib o'g'iz bor-ku, o'g'izini. Ha. O'g'izini yarim paqqacha saqvordim. Tuqqan paytda. Islohot bo'ldi tug'ilganiga. Sut bemalol olsanglar bo'ladi. Tapaloq, sut dormor bo'lar ekan. Jono bolasi ham novoz. Bolasi novoz mana. Bolani ham katta berdi. Bolani zo'r berdi. O'g'lani zo'rib ketadi bu ham. Yemishini qarang mana. Sog'lom narsa mana. Yeb-ichiga yuvoshligi garantiya beraveraman. Oyoq qo'li baquvvat, yaxshi mol. Enasi ham chiroyli. Narxini 36 million ozgina kam bor. 36 million bu holatda ketmaydi, 2-3 kun. 'O'ziga keltirib jo'natib 2-3 kun baxt beringizda 2-3 kun baxtman beraveraman. Ashal o'ziga keltirib dastavkalarni qilib berasa, qiziqqanlarga. Qiziqqanlarga dastavkasi qilib beraman vodiy bo'ylab. Lekin 2-3 kun vaqt bering aka desa, 2-3 kun baxtman beraveraman. Mol sog'lom narsa xudo xolasa. Eshi ham tushgan yo'qdir. Bexijolat sigirga. Qiziqqanlar ekranning nomerlariga aloqa chiqarasiz. Sardor akamiz bilan xudo xolasa chiroyli obzor qo'yishga harakat qildik. Videoga yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa mollar sifati zo'r, hammaga garantiya beradi. Aloqaga chiqib, savdosini qilib, kelishib olsanglar bo'laveradi. Dastavkasidan bexijolat mollar shu ko'rgan holatlarda aytilgan razmerlarda so'ragan mollar yetib boradi. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib, savdosini qilib, ozgina zakalat tashab, mollarni olsanglar bo'ladi. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.